Shanba oqshomi edi. Bir o'smir yigit va qiz savdo markazida sayr qilishmoqda. Kinoga borish rejalari bor. Yurib ketishsa, qiz birdan foto butkani ko'rib qoladi. Quvonib yigitni tortib ichkariga kiradi. Tanga tashlanadi va butka suratga olishni boshlaydi. Lekin chiqishgach, ikkovlon qandaydir g'alati bo'lib qolishadi. Shou boshlanishiga yaqin qolgan. Ular kinoga yo'l olishadi. Ammo yer ostida nimadir bezovta bo'layotganini hech kim bilmasdi. Film tugaydi. Qorong'u ko'chada avtoturargohga qaytishadi. Ular yolg'iz. Ular oralarida kimdir yurib kelayotganini sezishmaydi. Avtoturargohga yetishadi. Yigit kalitni chiqaradi, lekin tushirib yuboradi. Egilib kalitni olib turadi va shokka tushadi. Chunki ularning ortlarida ularning nusxalari turardi. Ko'rinishlari ayni o'zlari. Faqat yuzi g'alati, ko'zlari, og'izlari yo'q. Yuzlari xuddi rasmda qalam bilan chizib, so'ngra artib yuborilgandek edi. Ular qiyshiq, dahshatli edilar. Nusxalar ularga qo'l cho'zmoqda. Teri ostida nola qilishmoqda. Yigit kalitni olib, qizni tortib ketadi. Mashinani ochib, ikkovlon tezda ichkariga kirishadi. Dahshat arvohlar o'ynini mushlay boshlaydi. Yigit mashinani ishga tushiradi va gazni bosadi. Orqaga qaramay quyonni chizishadi. Salom, men doktor Bob. Siz esa SCP-715, ya'ni men bo'lishim mumkin bo'lgan yuz nomli SCP bilan tanishasiz. Bu SCP suratingizni o'zingiz oling degan nomli fotobutka. Bu Sony kompaniyasi tomonidan 1970-yillarda ishlab chiqarilgan. Tashqi ko'rinishi oddiy, minglab boshqa butkalarga o'xshaydi. Faqatgina pastki qismida bir eski temir belgi bor. Lekin u shu darajada yaroqsizki, nima yozilganini aniqlab bo'lmaydi. Butkaning ishlashi ham oddiy. Tanga tashlaysiz, ichkariga kirasiz, suratga oladi. Suratlar odatda normal chiqadi. Lekin ba'zilarda yuzlar chalkashib, g'alati tarzda buzilib ketadi. Ammo bu oddiy ko'rinishdagi butkani ajratadigan narsa ichkarida emas, pastda ro'y beradi. Chunki bu butka o'rnatilgan savdo markazining ostida 3-yer osti qavati bor. Hech qanday xaritada yo'q, sirli xizmat eshigi orqali kiriladigan sayt 81715 joylashgan. Bu joy tabiiy toshlardan kesib olingan ulkan bir g'or. Markazda esa g'alati inson yog'iga o'xshagan moddadan yasalgan chuqur joylashgan. U moddalar qo'rqinchli darajada yemiruvchi. Qachonki SCP-715 ishga tushsa, bu chuqurda bir g'alati insonsimon jonzot SCP-715A paydo bo'ladi. Ularning tana tuzilishi suratga tushgan odamga o'xshaydi, ammo yuzi xuddi Photoshopda kimdir undo tugmasini bosishni unutgandek, ko'z yo'q, og'iz yo'q, bir balo bo'lib ketgan. Bu jonzotlar chuqurdan chiqishga harakat qilishadi. Xavfli tajovuzkor va ularga qarshi har qanday chorani ko'rishga ruxsat berilgan. Yaxshi tomoni shundaki, bu maxluqlarni askarlar unchalik qiynalmay yo'q qila olishadi. Shuning uchun SCP-715 dastlab xavfsiz toifaga kiritilgan. SCP-715 dastlab Ohaiyodagi savdo markazida o'sha joyning o'zida nazorat ostiga saqlanardi. Oddiy ko'rinadigan xodimlar aslida Foundation agentlari bo'lib, butkadan chiqqan suratni yig'ib borishardi. Boshda hammasi yaxshi edi, ammo keyin ishlar uzilib qoldi. Bir tadqiqotchi SCP-715 ni o'zi sinab ko'radi. Suratga tushadi, chiqadi va keyin g'alati bo'lib qoladi. Uning harakatlari shubhali edi. Yuqori lavozimdagi maoshli ishni rad etadi. Kim bunaqa qilardi? Nega kino sharhlar, qo'rqinchli animatsiyalar va Arnoldning sarguzashtlari kam chiqayotganini bilmoqchimisiz? Bo'lmasa eshitib oling. Shirin olma ekan. O'zbekcha kontentlarga YouTube pul bermasdi. Shu sabab biz Amerikan kanallarni yurg'azib, bir videodan hattoki $500 gacha daromad olyapmiz. Eng zo'r tomoni, umringizni oxirigacha bu videolar sizga soqqa to'laydi. Mayda Amerikan kanallar sizga oyiga $300 dan $500 gacha daromad olib keladi. Lekin 10 ta bo'lsa-chi, kalkulyatorga solib ko'ring. Buni siz ham qila olasiz. Nima kerak deysizmi? Oddiy telefon bo'lsa bas. Ingliz tilini esa bilish shart emas. Shunchaki bizning Telegram kanalimizga o'ting, tekin darslarni va YouTube'da kanal yurg'azib, soqqa bosishni o'rganing. Va hatto ancha muhim tekshiruvga bormaydi. Nega? Hamma hayron. Shunda bir bosh olim uning xonasiga maxsus anomal ta'sirlarni yo'qotuvchi
optik moslama o'rnatadi va katta sir ochiladi. Aslida bu tadqiqotchi chuqurdagi maxluq bo'lib chiqadi. Shu g'alati yuzi erib ketgandek ko'ringan jonzotlardan biri edi. Shundan keyin xuddi shu moslamani olib chuqurdagi qolgan maxluqlarga ham ishlatishadi. Va nima bo'ldi deng? Ular aslida oddiy insonlar edi. O'sha foto budkaga kirgan haqiqiy odamlar. Suratga tushgan zahoti qandaydir sirli uslubda chuqurga yuborilgan va u yerdan chiqib kimligini aytmoqchi bo'lgan. Xullas, bu vaqtgacha boshqarma noto'g'ri odamlarni, ya'ni aslida yolg'on nusxalarni emas, asl insonlarni yo'q qilayotgan ekan. Xatoni tuzatish uchun SCP-715 zudlik bilan Carter toifasiga o'tkazildi. Ya'ni qattiq nazorat ostidagi xavfli obyekt deb e'lon qilindi. Budka savdo markazidan olib chiqildi va sayt 19 ga maxsus saqlovchi konteynerga ko'chirildi. Endi uni faqat uzoqdan boshqariladigan dronlar orqali o'rganish mumkin. Shundan keyin Foundation butun dunyodagi SCP-715B nusxalarini topib yo'q qilish ishlarini boshlashdi. Ulardan biri ilgari boshqarmada ishlaydi deb o'ylangan tadqiqotchi so'roqdan o'tkaziladi va bu safar ular ehtiyotkor bo'lishadi. Tadqiqotchi Doppelganger bilan bog'liq so'roq tafsilotlari to'liq noma'lum, lekin u aytgan gaplar shunchalik jiddiy bo'lganki, boshqarma butun protokolni o'zgartirib yubordi. Endilikda SCP-715B larni tutib yo'q qilish bo'lgan harakatlar to'xtatildi. Sababi agar bu nusxalar haqiqatda dunyo bo'ylab keng tarqalgan bo'lsa, aytgandek ular barcha joyda bor deb iddao qilingan. Ularni erkin qo'yib yuborish jamiyatda tinchlikni saqlashda yaxshiroq yo'l bo'ladi. Lekin afsuski, chuqurda qolgan asl odamlar, ya'ni SCP-715A holatlariga bunday omad kulib boqmagan. Doppelganger ularni chuqurda ushlab turish kerak degan maslahat bergan. Hozirgi siyosatga ko'ra ular o'sha yog'li chuqurdan chiqmaydi. Bu voqealardan so'ng SCP-715 yana xavfsiz turkumga tushdi. Foto budka esa bu safar maksimal darajada muhofaza qilinadigan saqlash joyiga, sayt 81 ga ko'chirildi. Endi boshqarma xodimlariga 715B bilan umuman aloqaga chiqish taqiqlangan. Ammo bu hali hammasi emas. Yana bir boshqarma agenti aslida 715B nusxasi ekani fosh bo'ladi va uni kuzatuv ostiga olinadi. Tez orada aniqlanishicha, bu B7 degan nusxa o'zidan past darajadagi nurlanish tarqatayotgan edi. To'g'ridan to'g'ri chuqurga yo'naltirilgan holda autopsiya, ya'ni mayda qilib ochib ko'rish vaqtida nurlanish kuchaya boshlaydi va birdan o'sha joyda elektr o'chadi. Maxfiy obyekt nazoratsiz qoladi va B7 jasadi g'oyib bo'ladi. Surishtiruv orqali ma'lum bo'ldiki, bu jasad boshqarmaning o'z tadqiqotchilari tomonidan o'g'irlangan. Ular sirli ravishda yo'qolgan, faqatgina bitta surat qoldirib ketishgan. Unda quyidagi yozuv bor edi: quloqlarim eshitishi uchun, ko'zlarim ko'rishi uchun, og'zim gapirishi uchun, yuzimga tegma. Shundan keyin SCP-715 haqida hech qanday yangi ma'lumot topilmadi. Savollar esa juda ko'p. Bu 715B kimlar? Ular birgalikda ishlaydigan ongmi yoki foto budka orqali ko'payadigan klonlarmi? Chuqurdagilar chiqqanda nima bo'ladi? Hozircha tergovlar davom etmoqda. Endi borib Dr. Bobning fayllardan yana bir voqeasini tomosha qiling va biz ungacha SCP-ni boshqa fayllarni siz uchun tayyorlaymiz. Aytgancha mehnatimizni qadrlab, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.